Selam dostlarım. Biz Mirkey bilen bugün qobat işraştık. Dostumuz moymolni kutib o'tiramiz mana. Mirkey, nega sheshka bika shulay sinqa qola ekan? Kuta ora bitdik ishingda. Miriq qizlarning shul bo'lar endi. Vaqtida kela bilmaylar. Sheshlarin uradir endi. Yoriyali bizning sheshlarimiz qisqa, eyyimi? Mana men de keldim. Selam barig'izgadan. Yigitlar, nega suvanib o'tirasiz? Borda yaxshimi? Eyyi, borda aybat. Sheshlaring bigrak motor bo'lgan. Kelishibdira. Sheshka bika, bugun nishi ketib o'ynaymiz? Aydagiz karuselga borik. Aydagiz. Menga dandashay. Nindi uzun shalikli karusel bu? Men bunday karuselde birinchi topqirgina o'tiram hali. Yaxshilab tutunig'iz. Aydagiz, ketdik. Miriq. Aylandirik karuselni baribizda bir yoqqa. Yaxshilabroq tutunishik. Ketdik ikkinchi yoqqa. Menga ashadi. Aydagiz, qizuroq aylandirgiz endi. Balki qizuroq aylana turgan karuselni topirmiz, a? Aydagiz olaysa, ikkinchi eshik oldina borib qaraylik. Ketdik. Mana bunisi nishi kerak? Oy, miriq. Boshim aylana. Bigrak qizi bu. Do'stlarim, bu karusellarda o'tirib, ora bitdim. Balki ikkinchi ko'ngilliroq ayber izlab kelarman, a? Yorar olaysa, Romay. Topqash bizni shoqirarsin, yami? Miriq. Yarar. Ketdim hali men do'stlar. Mirkey, sheshka bika, keligizali bunda. Miriq. Endi zo'r gamak bu. Endi yaxshi urma yotoq. Bulutlarni qarab yotirg'a bo'la. Qarag'iz ali. Birsi toshbaqaga o'xshagan. Hozir quyonga o'xshab qoldi. Mirkey, senga o'xshaganida bormanda. Biraz yiqlab olayım ali. Do'stlarim, anilarimiz chaqirgancha biz o'ynab olamiz ali. Sizning bilan bugunga sog'lashamiz. Xushsiz. Miriq.